Dunyoda hissiyotini jilolay olmaydiganlar ham uchrab turadi. Ana shundaylardan biri his tuyg'u bir kuni kelib dushman bo'lishi ham mumkinligini vaqtida anglab yetmadi. Oqibatda esa o'ziga jabr qilgan bo'ldi. Bu qizning ismi Sharofat edi. Xotinidan yaqindagina ajralib keyingi paytlarda yolg'izlikning achchiq oshini tatib ko'ra boshlagan ma'mur undan bir qarashdayoq ko'z uzilmay anglanib qoldi. Qizning yupqa lablari, uzun kipriklari va mayin sochlari 25 ni urib qo'ygan norg'il va tabiatan qaysar yigitning tinchini o'g'irlab qo'ydi. Shu qiz meniki bo'lishi shart, o'ziga o'zi so'z berdi ma'mur. Faqat o'zimniki bo'ladi. Mana shu so'zlar yigitni oldinga yetakladi. Qalbini junbishga keltirdi va yanada qaysarlantirdi. Endi har kuni shahardagi katta bozorga erta tongda kelib, molini yoyib 2-5 nafar narda turib atrubalarni qiz juvonlarga ko'z-ko'z qilish bilan band bo'lgan Sharofatga mahliyo bo'lishni odat qildi. Lekin yaqin borishga gap tashlashga shoshilmadi. Qulay fursatni kutdi. Fursat ham uzoq kutilmadi. Kunlarning birida yoshi ma'murdan ulug'roq bir yigit Sharofatni uchun tushirmoqchi bo'ldi. Atirni sumkasiga soldi, pulini to'lamasdan juftakni rostlashga tutindi. Qiz ham amalga emasdi. Yigitning yo'lini to'sib, atirning haqqini talab qila boshladi. O'rtada janjal chiqdi. Xaridor Sharofatga musht o'qtalishga yetganda, uning qarshisidan ma'mur paydo bo'ldi va beyu xaridorning yuziga musht tushirdi. Ketidan 1-2 tepib ham qo'ydi. Qisqasi qizning haqqini undirib berdi-yu, yigit ketgani zahoti Sharofatga suv aralash kelib qoldi. Sharofat buni sezdi. Biroq sir boy emaslik niyatida o'zini mag'rurroq noqash aylandi. Yana balandparvozlar savol tashladi. O'zursiz-ku deya. Ma'mur ham bo'sh kelishni xohlamadi. Zo'rligimni hali ko'rganingiz yo'q dedi u. Ko'rganingizda boshqacharoq so'zlagan bo'lardingiz yaxshi qiz. Osmondan kelmang aka, deya gapni elib ketdi Sharofat. Uydagi akalarimiz sizdan ham zo'rroq. Shunaqami? Unda eshitib oling. Men sizni sevib qoldim. Meniki bo'lishingizni juda istayman. Chuchvarani ham sanabsiz dedi Sharofat. Meni sevgan yigitim-chi, katta bir firmada ishlaydi. Kuniga falon ming dollarlar pul topadi. Bu gapingizni eshitib qolsak sizga. O'sha yigitingizga aytib qo'ying, men qaytmasda qaysar yigitman. Men turganda dollarlar ham pipi ishlaydi dedi. Men xato qo'yganlarga tegmayman dedi Sharofat. Ko'ramiz hali buni. Shuning bilan suhbat yakun topdi. Yo'q, ma'mur aslo afsuslanmadi. Aksincha o'zi yoqtirib qolgan qizga yaqinlashish imkoni paydo bo'lganidan mamnun edi o'zicha. Bozor ichiga o'ralashgan odam goh yosh, goh keksa bo'lsin, baribir ko'p narsalarni pul bilan o'lchashga odatlanadi. Bozor muhiti uni shu ko'chaga kiritib qo'yadi-da. Ma'murga ham Sharofatning og'zini to'ldirib gapirgan gaplari maqtanishlar erish tuyulmagandi. Buning aksi o'laroq faqat Sharofat haqida o'ylar, qandaydir yo'l bilan uning ko'ngliga kirishni xohlardi. Afsuski, bir necha oylik urinishlar behuda ketib, qiz unga ro'yxatlik bera qolmadi. Har birasiga kelib turli qo'ychirim gaplarni aytganda, ma'murni yo siltab tashlardi, yo ters o'girilib, yonidagi ayollar bilan suhbatlashga tutinardi. Oxir-oqibat ma'mur alay-balay gaplarni yig'ishtirib, azobsiz yukimga quloq tutdi. Nima qilib bo'lmasin, Sharofatni qo'yniga solish payiga tushdi. Sen hali kimligimni bilmas ekansan Sharofat dedi u o'z-o'ziga. Seni yoqdirdimmi tamom. Boshqa yigitning senga uylanishga haqqi yo'q. Bu mening haqiqatim. Hali qarab turgin, o'zing turib bali deysan menga. Ko'zini shira bosgan odam ho'l quruqni baravar tepkilab o'taveradi. Ma'mur Visam yo'lida bosib o'jarni ham bir chetga surib qo'ydi. Oldiniga yaqin oshnasi Valini qidirib topdi. Vali yaqindagina Nexia olgandi va kirakashlar qilib yurgandi. U ma'murning rejalarini tinglab ko'rgach, yelka qisgan bo'ldi. Bu ishing qartis dedi qarshisida ko'zlar dunyoga beja boqayotgan ma'murga boqib. Qiz o'g'irlash bu udum bo'lmagan. Bizda eskidan qolgan. Rosa qilaman dedim-ku bari dedi toqatlanib ma'mur. Tushunyapsanmi? U qizning otasi o'lib ketgan. Qarindosh urug'i ham aytarli yo'q hisob. Ikki akasi maktabda muallimlik qiladi. Nima bo'pti dedi Vali ensasi qotib. Keng zaboni bordir axir. Aniq bilaman. Qizning o'zini ham ko'ngli bor-da, nozlanyapti-da. Uning surobini to'g'rilasam, mushukdek muloyim bo'lib qoladi. Unisidan qo'rqmayman. Yaxshi ko'rmasam men bilan umuman gaplashmasdi. Gaplashyapti-ku dedi. Yigiti-chi? Qanaqa yigit? Aytaveradi-da qiz bola har baloni. O'zing bilasan, gapni kalta qildi Vali. Bir gap bo'lsa, meni vobshe tanimaysan. Kelishdik. Undan men tanish yigitlardan ikkitasini yollayman. Sen bizni qishloqdagi o'sha hovlida kutasan. Xizmat haqqi esa 2000 ko'kida bo'ladi. Gap yo'q dedim, ketalmoqchilari ma'mur. Sharofat meniki bo'lsa bas. Pul deganning yuziga qarab o'tirmayman. 2000 ko'ki hazır ekan pul emas. O'g'illikning turli ko'chalarda tajribasi olishgan Vali bu pullarni negadir hallollab olishni xohlab qoldi. Ma'mur qo'lga tushgan taqdirda ham sotmaslikka ishonsa-da, qiz o'g'irlashning yangi rejasini tuzdi. Sharofat tushlik payti ovqatini olib yeydigan erkak tanish edi. Yigit oshpazga aynan shu ko'chadagi ovqatni to'tkazishni turdi va o'zi ham nazorat qilib turdi. Ko'ribsizki, Sharofat ovqatni yegach, ko'z oldi qorong'ulashib, ko'ngli ozayotganini his etdi. Paytdan foydalangan yigit darhol bir chetda bekinib turgan 2 nafar sheriklariga qo'ng'iroq qilib yubordi.
Bozorda kim surishtirib o'tiribdi? Bozordagilar tez yordamchilar deb o'ylashdi. Sharofat shu zahoti maxsus sandiqqa yotqizilib tashqariga Valining Nexia olib ketildi. Ma'mur mashinani yetib kelgunga qadar xon taxtarini zimmatlarga to'ldirib, oxiri to'kilmagan liboslarda intiqlik bilan visol onlarini kutardi. U qattiq ishonardi. Yaqin o'tmishini unutib, o'sha yigitgagina qalbini ochadi. Nihoyat tashqarida mashina cho'zib, signal chaldi. Ma'mur hovliqqancha chiqib darvozani ochdi. Tez ichkariga olib kiringlar buyurdi Vali yigitlarga. Ma'mur 10 daqiqadan so'ng o'ziga kelishi kerak, lekin hushyor bo'l, bu juda ham qiyin. Bu yog'ini o'zimga qo'yib beraver, oshna dedi kayflarini bir-biriga ishqalab Ma'mur. Mana va'da qilingan pul. Darvozani ichkaridan tambalab kelgach, Ma'mur Sharofatning tepasiga kelib o'tirdi. Birpasning go'zal chehrasiga termilib qoldi. Baribir sabri chidamadi. Yo'g'onishidan kutilmaganda baqir-chaqir qilishdan qo'rqdi va shosha-pisha yechinib qizning bag'riga kirdi. Shu pallada qiz ko'zlarini ochdi va beixtiyor Ma'murning kuchli qo'llaridan xalos bo'lishga urina boshladi. Nima qilyapsan, iflos? Qo'yvor meni, qo'yvor dedim. Yo'q, dedi uni mahkam ko'ksidan bosib Ma'mur. Senga bergan va'damning ustidan chiqdim. Endi senliksan, faqat meniki. Sharofatning hayqirig'i misoli butun dunyoni tutdi. U jonhoratda Ma'murning duch kelgan yeriga changsalar, o'kirib yig'lardi. Yo'q, nafs iskanjasida bandi bo'lgan hislarini jilovlay olmagan Ma'mur baribir qizning ko'nglidan joy ololmadi. Garchi nomusi poymol etilgan bo'lsa-da, Sharofat ertasi kuniyoq militsiyaga arz qildi.